Men hozir addon dedim. Keliningga ovqat topib keluvdi. Shuni tashiyma chiqaman boraman. Bo'pti, o'rtoq, ko'rishamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, o'zing qulog'ingda. Bir kunda ota bo'ldimi deyman. Ha, aka. Bugun ertalab farzandli bo'ldi. Tabriklayman. Zo'r bo'pti-yu. O'g'ilmi, qizmi? Qiz? Ha, yaxshi. Ha, bizda bo'lsa o'g'il. Endi erkakdan erkak tug'iladi-da. Yo'q, aka. Ya'ni shu. Haqiqiy erkakdan qiz farzand dunyoga keladi. Chunki 3 qizni dunyoga keltirib, yaxshi tarbiya berib voyaga yetkazsangiz, soliha qizlardan bo'lsa, ja bo'lmasa bittasi jannatga yetaklaydi. Shunaqa ibora bor edi. Yerni sirpanchiqligini muzdan ko'rdim. Ovqat sho'rligini tuzdan ko'rdim. Yoshligida qiz boladan mensimagan, qariganda rohatni shu qizdan ko'rdim. O'g'il farzandingiz muborak bo'lsin.